Bugungi videoda Xarabrinskiyada jitlarni qo'rqitamiz. Kanallasam ketdik. Jitlarga prank qilayotganimiz sababi ular bir kun avval mana qishloqda xazina topib oldik. Biz bilan borsak to'rga bo'lishamiz deb aldab olib ketishdi. Men bu qishloqqa bir haftadan oldin ko'chib kelganim uchun bu o'rmonlarni yaxshi bilmas edim. Qishloqlar shundan foydalanib xazina bordi, meni olib kelishdi va shutga tashlab ketishdi. Men bu yerda bir kun qolib ketdim. Qishloqda qaytganimda esa menga prank deb ustimdan ko'chishdi. Shuning uchun bugun men Xarabrinskiyada ularga prank qilaman. Mana Xarabrinskiyni ham kiyib oldim. Bugun jetda xolosgina piknikmi nimadir o'rmonga chiqishar ekan xolos, baliq havoga. Va men ularni kutib turibman chiqishini. Qachoncha ana chiqishdan. O'zlaricha gaplashib ketishyapti, piknik qilanimiz. Qani ketishyapti. Va men bu yoqqa kiyib oldim. Olib yoqishyapti, lekin men ko'rishmayapti, chunki men tepada ularni kuzatib o'tiribman kreativda. Nimadir haqida gaplashib o'tirishibdi. Nima haqida gaplashayotgan ekan? Eshitamiz. Olaskan objektlar hikoya aytish o'ynaymizmi? Ha? Men ular hikoyalardan qo'rqaman. Jim o'tirgan aytaydan qiziq bo'ladi. Va qo'rqoq bo'lsa shunchalik. Yo'q, qo'rqoq emasman. Просто sizlar qo'rqmanglar deyapman-da. Mana xolos kalom aytaman. Bundan 10 yilcha oldin bitta bolani ustidan kulishgan, ko'ziga tosh otishgan va ko'r bo'lib qolgan. Uyga qaytib yig'lab ketayotganda esa uni chaqmoq urgan va u xaroblarga aylanib qolgan. U o'yinchilarni qo'rqitardi va jitlarni ham qo'rqitardi qiziq chirog'i bilan. Balkim hozir bizani ham qo'rqitishi mumkin kelib qolib. Tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Bolalar qo'rqaman. Rostdan kelib qolsa nima qilamiz? Qo'rqma. Ishtoning qo'llab qo'yding. Kulvalaring ustimda. Mana jimlaring janjallashmaylik. Baliq havoga ketamiz, undan ko'ra chalg'iymiz. Shunaqa qilaylik. Mana anoda o'tirishibdi hikoya aytib, yana kelib Xarabrin haqida aytishgan. Biz Xarabrinskiyni qo'rqitamiz. Men daraxtni orqasida o'tib olishim kerak deb ko'rib qolmasa, yaxshi ko'rib qolmadi. Ulaskan o'xshitimni qo'rqitamiz, chunki u biz tomon qarab turibdi, qo'rqoq ekan. Ana, hozir jam sekin 1 2 3. Ana orada daraxt orasidan kimlarni ko'rdim? Ko'rib qol. Qanaqa? Yuringlar, boraylik. Xo'p, yur, nima bor orada? Kelishyapti. Yashirinishim kerak tezroq. Mana yopishimiz kerak. Hech kim yo'q qabotda, jinniroq olsa. Ko'rdim, aniq ko'rdim. Bitta oq anaqa ko'zli Xarabrinni. Ko'zingga ko'ringan bo'lsa kerak-da, yo'q, qo'rqqan bo'lsa kerak o'shanga. Mayli, shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak. Yo'llaring banxovuga. Mancha ketishyaptilar. Bo'ldi, ketishibdi. Xullas qanom yaxshilab anaqa qilgan bo'lsa-da, ular baliq oviga ketamiz deyish sekin gapiring. Xullas qanom men baliq oviga ketishdim, men ko'lga ketishadi, pamirmi? Shuning uchun anaqaga boramiz, ko'lga boramiz. Bitta zo'r prank qilib qo'yganman ularga. Ko'rib o'zinglar ham hayron qolasizlar hozir. Juda ham qo'rqib ketishadi ular. Sekin borishimiz kerak, qo'rqmaslik uchun tez harakat qilishimiz kerak. O'tirishibdan ular. Tezroq borishimiz kerak. Suvga tiqilib qoldim. Uchib borib kiryaptiman. Ko'rib qolishmasin-da. Xuloskan qaraydi. Men bu yotgan odamman. Xolos zo'r prank qilaman-da. Mana. Men Steve qo'yib qo'yaman bu yoqqa. Hozir. Ana qo'yildi. Bu yoqqa qonlarni qo'yib qo'yaman. Va qo'rqib ketishadi u yerda kim anaqa qilinganini. Men bu yoqqa qo'yib qo'yaman. Bularga bitta xat qoldiraman, daftar. Hozir mana. Hozir ichini o'qib ko'rsataman. Nima kirib ketdi? Mana. Men sizlarni kuzatib turibman. Hurmat bilan Xarabrin. Mana. Mashaka tashab ketamiz haftan. Ular ochib ko'rishadi, men bilan qo'rqib ketishadi xolos. Sekin bu yoqda. O'tamiz, men bu yoqqa yashirinib olamiz, ularni kuzatib o'tiramiz. Nima qilishar ekan. Lekin men bo'lganimda yomon qo'rqib ketardim, borib. Kim ishonishmas.
men deb o'ylab qo'yishaman. Kelyapti. Qani nima qilishar ekan? Ko'rmayapti. Ko'rishdi. Qo'rqib ketishdi menimcha. Ham borishyapti. Qani nima qilishar ekan? Gapirishyapti nimadir deb kitobdan oldi menimcha. Endi olaman. O'qishyapti kitobni. Qani nima qilishar ekan? O'qishdi menimcha. O'qishdi, qo'rqib ketishyapti. Emas, qochib ketishyapti ular. Men pishishdi qolib ketdi. Chiqishyapti. O'zgan buni hozir men tezroq tepaga chiqa olishim kerak. Ularga yana bitta zo'r prankrim bor. Men ularimiz tezroq olishga chiqishyapti. Meni qo'yib ketamiz. Kim bilmasa bu anaqa xirabrinning belgisi, xullas qanon. Qattiq yursimas qizil chiroqni qoldiraman. Jetlar nima deb yozilgan? Nima bu? Bilmasam, xirabrinning belgisimi? Yursin, qochamiz bola. Qochish kerak tezroq. Sizlar meni hududimga o'tganinglar uchun hali javob berasizlar. Qochib qutula olmaysanlar mendan. Bu yoqqa kellaring. Yo'q. Qoching bola. Yuguringlar tezroq. Zo'r bilan hozir. Tibinasa yo'q. Shu ko'p qo'ygan sheylar uchun javob berasizlar. Bizni kechir, bola chaqamiz bor, yosh olib ketishni xohlamaymiz. Jetlar bu men edim. Barkov sanmasan? Men ovozim. Yaramas shunaqa prank qilishadi. Nima hisob teng bo'ldi? Senlar menga prank qilgandinglar, ko'rmang tajavuz. Hozir yuragimiz to'xtab qolib o'lib qolsak nima qilardi? Pidaras. Normal gapir. Ammo'ta ketdik, jetlar salamyon. Tezroq. Hozir boraman, to'xtab turlaring. Xullas qilib mana ko'rdinglar, bola jetlar prank qildik. Agar shu video sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. To'xtalaring. O'zingga kerak bo'lsa. Xafa bo'lishim menimcha. Kelgusi videolargacha ko'rishguncha, xayr.